Onlayn kurslar orqali qanday qilib katta daromadga chiqish mumkin? Agar siz o'zingizni sohangizda ekspert yoki mutaxassis bo'lsangiz va siz o'zingizni ta'lim mahsulotingizni yuritmoqchi, ishga tushirmoqchi bo'lsangiz yoki hozir yuritib kelayotgan bo'lsangiz, ushbu video siz uchun. Biz 10-15 daqiqa ichida shu haqida batafsil fundamental tizim haqida tushuncha beramiz. Ya'ni qanday qilib onlayn kurslar tizimini tuzish mumkinligi haqida. Nimaga o'zi menga bugun ishonish mumkin? Nimaga men bu mavzu haqida gapiryapman? Ismim Abdulaziz, Exod platformasi a'zosi bo'laman va Exod bu onlayn ta'lim platformasi bo'lib, 100 dan ortiq ekspertlar va onlayn maktablar o'z kurslarini aynan bizning platformada yuritishadi. Va albatta biz ular bilan har doim aloqadamiz va ularni tajribasini o'rganib turamiz. Ya'ni qanday qilib ular o'z kurslarini 1 milliard so'mdan ortiq summalarga sotishadi, qanday tizim yuritishadi, o'quvchilarga qanday natija berishadi, sotuvlari qanaqa bo'ladi, ya'ni mana shu hamma jarayonlarni biz ko'rib turamiz, ya'ni ichki tarafidan ko'rib turamiz. Va shuning uchun bugungi muhokama qiladigan mavzuyimizda nimaga sizni kurslaringiz sotilmayotgani va uni qanday yechimi borligi haqida gapiramiz. Ushbu katta onlayn maktablarni tajribasiga qarab ko'pincha qanday o'zi holat yuz beradi. Mana ekspert bor. Masalan, o'zingizni mavzuyingizda ekspertsiz va siz kurs yozishga qaror qildingiz. Bo'ldi. Video darslar qilinadi. 10 ta, 20 ta, 50 ta, 100 ta video darslar bo'lishi mumkin va ularni yopiq o'sha Telegram kanal qilib qo'yib joylanadi. Va endi o'ylashadi, endi men sotishim kerak. Va keyinchalik mana shu o'ydan keyin kimdir yo'llanishi mumkin. Ya'ni prodyuserga boriladi yoki marketing yoki SMM qidiriladi va kontent qilinadi, target tushiriladi va hokazo. Ya'ni marketing, ya'ni performance tarafi. Lekin ikkinchi taraf bor, bu onlayn kursning o'zini ichki taraflari, o'zini ichki tizimi. Va siz shu sotuvlarni qilishni boshlaganingizda qanaqa holat bo'ladi? O'quvchilar sizga yozilmoqchi va siz ularga sotish uchun ko'pincha ular kartaga to'laydi yoki naqd to'laydi. Aytaylik, sizning kursingiz 1 million so'm. Siz kartani tashab qo'yasiz, men sota olmoqchiman deydi, kartani tashab qo'yasiz, ular sizning kartangizga tashashadi pul, skrinshot yuborishadi va siz undan keyin u odamni yopiq o'sha Telegram kanalingizga qo'shib qo'yishingiz kerak. Endi qarang, agar shunaqa o'quvchilar 100 ta bo'lsa, 50 ta, 100 ta, 200 ta, 1000 ta bo'ladigan bo'lsa, birinchidan bu qancha vaqt kerak? Ikkinchidan qancha odam kerak? Chunki hamma ham sotib olmaydi, kimdir bilan o'sha gaplashish kerak, boshqa narsa qilish kerak va hammasini tahlilini olib borish kerak. Excelda yoki Google tablitsalarda yoki boshqa joylarda hammasini tahlilini olib borish kerak yoki kimdir, men masalan aytaylik 10 millionlik kursni hozir to'la olmayman, lekin men o'sha 3 oylik bo'lib to'lash menga kerak deyapti. Endi siz uni unutib qo'ymaslik uchun, shunaqa odamlarni unutib qo'ymaslik uchun ham yana bir qanaqadir Excel yuritasiz. Va sotib olgandan keyin, o'sha aytganimdan keyin qo'l bilan menejerlar Telegramga qo'shib qo'yadi. Endi tasavvur qiling. Shunaqa mayda-chuda jarayonlar sizni juda ham ko'p vaqtingiz yoki sizni jamoangizni juda ham ko'p vaqtini olib qo'yapti. Va shunga o'xshagan jarayonlar aslida juda ham ko'p. Darsni tushunmadi, o'sha Telegramda o'quvchilar bilan, kuratorlar bilan muloqot, ya'ni shunaqa jarayonlar juda ham ko'p. To'g'ri, sizda sotuvlar bor, siz ham o'sha marketingni qildingiz, targ'ibot qildingiz, lekin ichki tizimingiz shunaqa bo'lgani uchun, ko'p jarayonlar qo'l bilan qilinishi uchun siz allaqachon siz yoki jamoangiz charchab qoldi. Ko'p o'quvchilarni qo'ldan boy berdingiz yoki ularga nimadir noqulay bo'ldi, ular negativ qanaqadir tajriba oldi va shunisi sizga xato bo'ladi. Agar sizda shunaqa holat bo'lgan bo'lsa, sizga bu tanish bo'ladigan bo'lsa, albatta kommentariyada yozib qoldiring. Chunki bizga gaplashishimiz, ko'rishimiz bo'yicha ko'pchilik ekspertlarda aynan shunaqa ishlaydi bu jarayon. Va bu albatta noto'g'ri agar siz katta masshtabga chiqaman desangiz. Va aynan shuning uchun ko'pchilik ekspertlar birinchi yoki ikkinchi zapuskadan keyin выгорание bo'ladi. Ya'ni bo'ldi, men charchadim, boshqa qiyim kelmayapti, shuncha ishdan qilish kerak, kurs yuritish bu juda ham oson emas. To'g'ri, bu oson emas. Lekin siz ayrim bir harakatlarni qilmaganingiz uchun, mana shu tizimni qilmaganingiz uchun bu jarayonlar ancha qiyinlashib ketadi. Va shuning uchun endi o'sha to'g'ri tizim haqida gapiramiz. Bu to'g'ri tizimni qanday qilish mumkin? Ya'ni onlayn kurs tizimiga nimalar kiradi? Birinchi punktimiz bu mahsulot qatori, ya'ni produktoviy lineyka deyiladi. Sizni albatta bitta dona qanaqadir kursingiz emas, bu o'sha mahsulotda har xil mahsulotlaringiz bo'lishi kerak qatorda. Bepul, arzon, asosiy sizni kursingiz va qanaqadir premium. Bu nimalar bo'lishi mumkin? Bepulga checklist berishingiz mumkin, arzonga bitta darsni berishingiz mumkin, master klass qanaqadir sizni asosiy kursingiz va premiumda siz odamlar bilan shaxsan ishlashingiz mumkin. Ikkinchisi bu aniq natija. Ya'ni siz kurs ochayotganingizda yoki sizni kursingiz bor, lekin shunaqa tarafi hali yaxshi ishlanmagan bo'lsa, aniq natijani anglab olish. Ya'ni kursdan so'ng o'quvchi nimaga erishadi?
o'quvchi mana keldi sizga, kurs o'tgandan keyin nimaga erishish kerak, unda nima bo'lishi kerak. 3-punkt mahsulotning ichida bu tuzilma. Ya'ni siz oldin juda ham to'g'ri ravishda kursni tuzilmasini tuzib chiqishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni qaysi modullar, nechta modul, qanaqa modul, ichidagi darslar, ichidagi amaliyot, qanaqa formatlarda bo'ladi, test yoki boshqa format va hokazo. Va undan keyin nazorat, ya'ni o'quvchilarni o'sha amaliyotni o'tishi, kursni o'tishini qanday qilib siz nazorat qilasiz? Sizda ular haqida, ular qanaqa kursni o'tayotgani haqida ma'lumot bormi yoki yo'qmi? Shunisi ham juda ham muhim hisoblanadi. Va 4-si bu kontent formatlari. Va kontent o'tganimizda bu Instagramga qo'yiladigan kontent emas, bu aynan kursingizni kontenti. Video, matn, audio, qanaqadir fayllar, testlar va hokazo. Ya'ni agar sizda faqat video darslar bo'ladigan bo'lsa, bu to'g'risini esa yetishmaydi. Chunki siz uni ko'proq turli formatlarni ishlatsangiz, bu ancha kursingiz, darslaringiz ancha interaktivroq bo'ladi. Mahsulotga keladigan bo'lsak, agar juda qisqa aytadigan bo'lsak, mana shu 4 ta punktni siz o'ylab hammasini tuzib chiqishingiz shart. Keling, endi keyingi punktga o'tamiz. Bu albatta marketing strategiyasi. Bu siz hech qayerga keta olmaysiz. Bu marketing strategiyasini siz o'zingiz qilishingiz mumkin yoki siz kimnidir yo'llashingiz mumkin. Agar siz yo'llaydigan bo'lsangiz ham biz ko'ramizki, ko'pchilikda marketing tarafdan sotuvlari nimaga yomon? Chunki o'sha marketing strategiyasi ishlatilmaydi. Chunki biz o'zimiz mijozlarimizga, Exot mijozlariga konsultatsiya o'tkazganimizda ham ko'pincha aynan strategiya joyida muammolar bor. Ya'ni nima kiradi marketing strategiya? Umumiy strategiya emas, aynan qisqacha qilingan strategiya. Birinchi navbatda kim sizni maqsadli auditoriyangiz? Ikkinchisi, kim sizni raqobatchilaringiz? Endi siz o'sha raqobatchilaringizdan nima bilan ajralib turasiz? Ya'ni sizni unikal savdo taklifingiz. Bundan keyin o'sha natija haqida gapirgan edik mahsulotda. Bundan keyin o'quvchilarga beriladigan offer, ya'ni o'quvchi nima natijaga ega bo'ladi. Keyingisi bu albatta qadoqlash, ya'ni sizni kursingizni qadog'i, sizni shaxsiy brend, o'sha akkauntingizni qadog'i yoki maktabingizni qadog'i va ko'plab o'sha narsalar. Albatta kontent, endi ijtimoiy tarmoqlardagi kontent, targ'ibot usullari, target blogerlar, Telegram ads va boshqa varonkalar juda ham muhim mavzu. Varonkalar haqida biz hali alohida rolik qilamiz, kuzatib boring, va baza bilan ishlash yo'llari va analitika. Bular hammasi juda ham muhim. Bu eng minimal baza hisoblanadi va shuni ishlatmasangiz afsuski ko'p sotuvlar qilish juda ham qiyin. Keyingi punktimizga o'tamiz. Bu sotuvlar. Ya'ni bu yerga nima kiradi? Aytib o'tganimizdek, sotuv varonkasi, ya'ni qaysi etapda nima qanday sotilishi. Agar sotuv varonkasi nimaligini hali bilmaydigan bo'lsangiz, kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Telegram kanalimizda guide bor. Sotuv varonkasi deb yozib qo'ysangiz, sizga havolasini yuboramiz. Sotuvchi landing sayt, qanday qilib siz o'sha kursingizni sotasiz. Bu albatta sizning sotuv varonkangizga bog'liq. Bo'ladimi, yo'qmi? Sotuv bo'limi albatta bormi, yo'qmi? Bor bo'lsa, uni ustida ishlash kerak, yo'q bo'lsa, qanday qilib sotuv qilasiz? Shu haqida o'ylab ko'rish kerak. Albatta, e'tirozlar ustida ishlash, ya'ni agar sizga potensial mijozlar qandaydir savollar beradigan bo'lsa, e'tirozlar beradigan bo'lsa, ularni qanaqa qilib siz обработка qilasiz va to'lov turlari va qanday amalga oshirilishi. Boshida aytib o'tgan edim. Qanday qilib o'quvchilar to'lov qilishi. Agar naqd bo'lsa, kartaga tashlaydigan bo'lsa, bu aytib o'tganimdek juda ham ko'p vaqt oladi va sizni energiyangizni ham olib qo'yadi. Va albatta o'quvchilar bilan ishlash. Bu ham juda ham strategiyamizni, tizimimizni juda ham muhim tarafi. Ya'ni siz o'quvchilar bilan ishlashda hamjamiyat qilishingiz mumkin, ya'ni community, ularning orasidagi community va bu ular uchun ham kursning qiymatini juda oshiradi. Feedback, ya'ni qayta aloqa, siz yoki kuratorlaringiz yoki boshqa ustozlar o'quvchilarga qanchalik feedback beradi. Bularni amaliyotiga, ularni testlariga va hokazo. Qo'shimcha sotuvlar, ya'ni o'sha sizdan sotib olgan odamlarga yana qanaqadir qo'shimcha sotuvlar qilish imkoniyati. Referral dastur, bu haqida ham o'ylab ko'rishni tavsiya beramiz. Ya'ni sizni o'quvchilaringiz agar ularga kurs yoqsa, do'stlariga foyda bilan tavsiya berishlari mumkin sizni kursingizni va o'quvchilaringiz yana boshqa o'quvchilarni olib keladi va albatta siz o'quvchilar bilan ishlashda ularni odzivlarini olasiz va ulardan keys qilib olasiz. Keyingi punktimiz bu tahlil. Boya aytib o'tganimdek, o'quv jarayonida juda ham muhim bo'lgan narsa bu o'quvchilar qanchalik sizni ta'lim mahsulotingizni, kursingizni o'zlashtirishmoqda. Qanchalik ular oxirigacha kursni o'tishmoqda. Ularga o'zi bu kursni o'tish qulaymi? Qanaqadir qiyinchiliklar yo'qmi? Hammasi tushunarlimi? Balki qaysidir uyga vazifalar juda ham oson yoki juda ham qiyin bo'lib ketayotgandir. Shu narsani bilish juda ham muhim. Nimaga? Chunki agar o'quvchilar kursni o'tmasa, bu yaxshi odziv yo'q degani, keys yo'q,
negativ otziv bo'lishi ham mumkin va u hech kimga sizni tavsiya qila olmaydi, sizdan boshqa hech qanaqa mahsulotni sotib olmaydi va agar shunaqa o'quvchilar o'nlab, yuzlab bo'ladigan bo'lsa, bu siz uchun juda ham katta yo'qotish. Va agar siz ushbu jarayonni tahlil qila olsangiz, har doim siz umumiy holatni ko'rib turasiz. Va umumiy holatni ko'rganingizda esa siz uni o'zgartirishingiz mumkin, rivojlantirishingiz mumkin. Va shuning uchun o'quv jarayonini tahlili ushbu onlayn kurslarni yuritishdagi tizimni eng muhim taraflaridan biri. Va albatta siz o'quv jarayonidan tashqari marketing va sotuvlarni tahlil qilib tura olasiz. Turishingiz kerak. Asosan buni boshqa o'sha ekspertlar qiladi, asosan prodyuser bo'lsa prodyuser qiladi, sotuv bo'limi rahbari bo'lsa ular qiladi. Bu albatta juda ham muhim, lekin ekspertlar ko'pincha yodidan chiqaradigan narsa bu o'quv jarayonini tahlili. Bu juda ham muhim. Va keyingisi bu albatta operatsionka, ya'ni tizim deydigan bo'lsak, barcha ushbu jarayonlar qanday ishlashini tuzib chiqish. Ko'rib turganingizdek, biz hozir qisqacha onlayn kurs tizimi nimalardan iboratligi haqida gapirib o'tdik. Ya'ni mahsulot, marketing strategiyasi, sotuvlar, o'quvchilar bilan ishlash, tahlil va operatsion jarayonlar. Albatta, agar biz o'quv tizimi haqida gapiradigan bo'lsak, bu yerda biz soatlab gapirishimiz mumkin, lekin biz sizga eng muhim aytmoqchi bo'lgan narsamiz ushbu jarayonlarni ishga qo'yishingizni tavsiya qilamiz. Nimaga? Chunki bu eng fundamental bo'lgan, asosiy bo'lgan vositalar va agar siz ushbu vositalarni ishlatmasangiz, ushbu narsani qilmasangiz, sotuvlar albatta kam bo'ladi va bizni o'sha mijozlarimiz haqida ko'rishimiz mumkinki, ular buni qilishadi. Kim buni qiladigan bo'lsa, ularning sotuvlari o'sha aytib o'tganimizdek, oyiga milliardlardan ham oshib ketishi mumkin. Va endi savol, agar men unchalik katta ekspert yoki maktab bo'lmasam, bularning hammasiga albatta byudjet kerak. Mana shuncha byudjet bo'lmasa, nima qilay? Nima qilish mumkin? Albatta bittadan boshlash. Albatta barcha jarayonlarni ishga qo'yish bu juda ham qiyin va juda ham katta ish. Va nimadan boshlashni bilmayotgan bo'lsangiz, albatta birinchi nimadirdan boshlash aynan kerak. Masalan, mahsulotni oladigan bo'lsak, bu birinchi navbatda ekspertning ishi. Ya'ni qanday mahsulot bera oladi, qanday natija bera oladi, ichida qanaqa modul darslar bor va video, matn, audio fayl, testlar hammasini qanday tashkil qilish. Marketing keladigan bo'lsak, maqsadli auditoriyangizni aniqlab olasiz. Bitta maqsadli auditoriyani olasiz, mana shu odamlarga, shunaqa turdagi odamlarga sotmoqchiman. Mana boshqalardan ajralib turadigan narsa, mana shunaqa narsa. Endi bitta kontent qilib, targ'ibot usulini yo'llab, kimdir yo'llashingiz mumkin va shundan boshlash kerak. Ya'ni boshida sizni sotuv bo'limingiz bo'lmasligi mumkin, o'zingiz sotishingiz mumkindir yoki kimdir qo'yib qo'yasizmi? Yoki sotuvchi landingingiz bo'lmasligi mumkin. To'g'ridan to'g'ri sotishingiz mumkin. Ya'ni hammasini qilish shart degani emas, lekin bu ideal rasm. Va bitta qilib boshlab shunga erishadigan bo'lsangiz, bu albatta sizga juda ham katta natija olib keladi. Endi qarang, ushbu tizimni, ushbu hamma jarayonlarni qanday qilib sozlash mumkin? Chunki boshida aytib o'tgan edim, Telegram orqali, keyin Excel orqali ishlatish bu juda ham ko'p vaqt oladi. Qanaqa qilib buni hammasini yarmini yoki yarmidan ko'pini avtomatlashtirish mumkin? Ya'ni men sizga o'zimizni platforma haqida ozgina gapirib bersam. Bizni platforma Exot bu kurslar yuritish uchun O'zbekistondagi birinchi raqamli platforma hisoblanadi. Ya'ni biz uni shunday pozitsiyalaymiz, chunki bizni platformada kurs bilan ishlashning barcha jarayonlari bitta joyda yuritiladi. Va bu qanday jarayonlar bo'lishi mumkin? Birinchi navbatda siz o'zingizni onlayn maktabingizni yaratasiz. Ya'ni bu yerda mana ko'rishingiz mumkin misollarni. Bu xuddi o'sha sizni saytingizdek turadi va hech kim o'ylamaydi qanaqadir platformaga kurslarni joylab qo'ygansizda. Bu sizni saytingizga o'xshaydi maksimal tarzda. Hamma sozlamani qilib olasiz va mana shunaqa tarzda kurslaringizni yuklaysiz. Albatta kurslar yaratish, boya aytib o'tganimizdek, kontent turlari, undan ortiq kontent turlari bor. Video, xabar, Notion, audio, checklist, matn, foto va juda ham ko'plab boshqa imkoniyatlar. Keyingisi bu uyga vazifalar va praktika. Albatta bu yerda ham ondan ortiq turdagi vazifalar mavjud. Testlar bo'ladimi, ochiq savollar bo'ladimi, fayl yuklab qo'yish kerak, ko'p variantli savollar va hokazo. Albatta siz uyga vazifalarni ham, praktikani hammasini shu yerda yuritasiz. Platformaning ichida xuddi o'sha Telegramdagidek messenger bo'ladi, ya'ni o'quvchilar va o'qituvchilar bir-biri bilan xuddi shu platformaning ichida gaplashishadi. Hech qayerga chiqib ketmasdan, masalan, o'quvchi amaliyotni yubordi, test yechdi va shu kuniyoq shuni ichida, ya'ni platformaning ichida o'qituvchi u bilan bog'lanib, uni amaliyotini hammasini tahlil qilishi mumkin. Keyingisi bu o'quvchilar haqida ma'lumot. Men sizga aytib o'tganim o'sha tahlil haqida gapirgan edim. Mana aynan shu tahlil platformaning ichida mavjud.
Va aynan shu tahlil orqali siz o'quvchilarni progressini har doim ko'rib turasiz. Qaysi darsda hozir, qaysi amaliyotda hozir, qaysi amaliyotda qanaqa bajargan, qaysi savollarda tupiklari bor, qaysi savollar juda ham yaxshi o'xshabotdi, necha foiz o'tgan va hokazo, ya'ni darslarni qancha foizini ko'rgan, hammasini ko'rib chiqishingiz mumkin, albatta. Keyingisi bu marketing va sotuv vositalari, ya'ni siz marketing tahlili bo'lishi mumkin agar sizga kerak bo'ladigan bo'lsa. Siz turli xil varonkalar sozlashingiz mumkin, ya'ni bepul kurslar bo'ladimi, qanaqadir arzon kurslar, marafon va hokazo. Siz promo kodlar ishlatishingiz mumkin va shunga o'xshagan ko'plab yana vositalar mavjud. Va to'lovlarni qabul qilish. To'lovlar haqida gapirib o'tdim. Kartaga qabul qilish yoki naqdga qabul qilish juda ham ko'p vaqt oladi. Bizda esa bu jarayon avtomatlashadi. Ya'ni siz Paymeklik, Uzum, Uzcard, Visa, Humo hamma o'sha kassalarni sozlab qo'yasiz va o'sha kassalar sozlangandan keyin o'quvchilar o'zlari siz uxlab yotgan bo'lsangiz ham to'lov qilishadi va shu zahotiyoq kursga dostуп olishadi. Ya'ni hech kim kerak emas uni o'z qo'li bilan Telegramga joylab, Telegramga qo'shib o'tirishi umuman kerak emas. Mablag'lar hammasi sizga to'g'ridan to'g'ri tushadi. Biz hech qanaqa foiz olmaymiz. Va bundan tashqari muddatli to'lovni ham sozlash mumkin. Ya'ni odam masalan oyma-oy to'lab boradi. Aytaylik 3 oyga, 6 oyga. Qanaqa xohlasangiz xuddi shunaqa sozlab qo'yish mumkin. Va ko'rishingiz mumkinki, juda ham ko'plab jarayonlarni Exot platformasida yuritish mumkin va biz doim uni yangilab boramiz. Platforma haqida yanada batafsil ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, Telegram akkauntimizga yozishingiz mumkin. Ushbu nickname orqali havolasini ham pastda qoldiramiz. Va aytib o'tganimizdek, bugungi o'sha mavzuyimiz sizga juda ham foydali bo'ldi degan umiddamiz. O'quv tizimini o'zingizni kurslaringizga joriy qilishingizni juda ham tavsiya qilamiz. Ko'rishguncha.